O'zbekistondagi eng bo'yi uzun va eng bo'yi kichkina odam topildi. Rashid akam Buxorodan tashrif yurganda bo'ylari 220, O'zbekistonda aniq bunaqasi yo'q, eng kattasi. Va Hasan akam Urgutdanlar 1.12 bo'ylari bular. O'zbekistondagi eng kichkina bo'yi inson. Ibrohim aka menga atvet qildilar. 2.16 eng bo'yi uzun Jahongir deb. Aka hozir metrda o'lchaymiz. Bizaniki 220 bunaqasi yo'q aka. Metrni oldim mana hozir o'lchaymiz. Qani? Haqiqatan 220. Qani aka siz bitta o'lchaylikchi. Aka bir ekan o'zi. Cho'kibsiz Rashid aka Buxorodan tashrif yurgansiz. Rashid aka oilada kim katta endi sizlarda? Ota-ona shunaqami? Shunaqa. Bo'ylar o'zi aka ukalar. Avlodda borda. Avlodda bor. Qo'lni qaranglar. Mana oho, akamda bitta yuzim shu. To'silib qoladi yog'ni ko'rasizlar do'stlar. Oyoq rasmiylar 55. Bu oyoq kiyimni tanigan bo'lsangiz kerak. O'sha videoda mashhur Rashid akamga nasib qildi, bularga sovg'a qildik. Aka, menimcha hayotingiz davomida hech kim bilan tortishmagan bo'lsangiz kerak, a? Hech urushganmisiz kimdir bilan? Urushmaganman. Hamma bittada bo'ldi. Aka, uzr mendan o'tdingda. Endi Rashid aka bu bo'y bilan hayotingiz davomida hech tikovga o'tirganmisiz? Qanaqa mashinaga sig'asiz o'zi? Faqat jip. Uyda patolog qanaqa aka? Menimcha uyi maxsus qurgan bo'lsangiz kerak, a? Kattaroq. Yotog'i ham zakaz qilgansiz menimcha. Oddiy mana kravatlarga umuman sig'maysiz. Kiyimlaringiz ham pulni zakazga kelsa kerak. Qanday topish qiyin. Hasan aka, siz Husaningiz ham bormi? Bor. Bo'ylari necha uzunroqmi sizdan? Mendek bormi? Ha, Siz ya gap Husansizga himoya qilib yurar ekanda. Erta uylanadigan bo'lsangiz sarfani qatan qilasiz? Dubo joyda. Livoy joyda. Uylanganmisiz aka? Yo'q, hozir bo'ydoqman. Uylamisiz? Qizlar aloqaga chiqaveringlar Duboyga. Tayyor bo'libdilar. Videoga bitta like bosib va kommentariyaga izohlarni qoldirib, do'stinglarga jo'natib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Buxoro bilan Samarqandning kuchini ko'ramiz, bosib tashlang.